Assalomu alaykum vatandoshlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 58 soniga xush keldinglar. Yanmas aqida, sunmas ruh, sadoqat ordeni sohiblariga nazar temamizning 2 soniga xush keldinglar. Bugun biz iftixor bilan Hoji Mahmud akamizni bu temamizdagi suhbatga taklif qildik. Bu suhbatimizga xush keldingiz. Hoş bulduk. Rahmet. Rahmat. Oldingi qitimliq sadoqat ordeni sohiblariimizdagi bilan bo'lgan suhbatimiz kim qilgan edi? Birdan suhbat chiqishni loyiq ko'rdik. Bu qitim Hoji Mahmud akamizni bu suhbatga taklif qildik. Hozirgi vaziyatimizga qaraydigan bo'lsak, dunyo vaziyati shiddat bilan o'zgarib, bizning taqdirimiz qil ustida turadi. Vaziyatni tushunish, padich bilan padini bilish, o'zgining o'yiniga kirib qolmaslik, davlatimizning mustaqilligini, ya'ni sabit tomonlama ko'targan bayroqni ko'tarib, nishonimizdan adashmaslik, aqidamizdan voz kechmaslik degandek aql, g'urur, iroda, iymonimizga ig'ir sinoqlar qo'yilib, taqdirning imtihoni ustida turyapmiz. Ishonimizki, bizdan ko'pni ko'rgan cho'nglarimizning beshiga bugungidek sinoqlar talay kelgan. Xuddi oldingi qitimliq suhbatimizda anglaganimizdek, taqdirning shafqatsiz bo'ron chapquniga, mudhish turma azobiga, musofirlik, sargardonlik, ochliqning sinoqlariga bardoshlik berib, o'z nishonidan adashmay, aqidasidan voz kechmay, bizning yo'limizga chiroq bo'lib yorib berayotgan Abdusalom Abdusami, Hoji Mahmud akalarimizdek sadoqat ordeni sohiblarining ish izlari bizning bugunimizga dars bo'ladi albatta. Bizning tarixga tutashgan yiltizimiz bor, O'g'izxonga tutashgan yengilmas, yemirilmas ruhimiz bor. Ajdod bilan avlod o'rtasida ko'rikni saqlash har birimizning bosh tortib bo'lmas majburiyatimizdir. Bugun sadoqat ordeni sohibi Hoji Mahmud akamiz bilan bo'ladigan suhbatimiz orqali iftixorlik cho'nglarimizning besib o'tgan hayot musofasidan mustaqillik ko'rishimizning buguniga va kelgusiga tegishli o'ziq ola olamiz deb o'ylaymiz. Marhamat Hoji Mahmud aka, sadoqat ordenining sohibi bo'lish to'lim faxrlik ish. Sizning bu ordenga erishgandagi ichki hissiyotingizni bilib baqsa qo'lamdi? Bo'ladi, rahmat. Sharq Turkiston mustaqilligining asli keltirilishi xalqning milliy manfaati va egilik huquqi uchun izchil sadoqat bilan kurash qilgan mustaqillik jangchisi degan sifatga loyiq ko'rilib, 1945-yili 2 qitimliq jamiyatimiz tarafidan ta'sis qilingan sadoqat ordeni mukofotini aradan 79 yil o'tganda bugungi kunda Sharq Turkiston sürgünde parlamentik vakalatan Sharq Turkiston sürgünde hükümeti tarafidan bana bilgelikten intayin hayacanlandım, tolumlu iftihar ve gurur his kıldım. Sharq Turkiston sürgünde hükümetinin meni bu şerefli layık, münasip görgenlik için minnettarman. Rahmat. Ölsek şehit, kalsak gazi degan jangovar ruh ve hakiki sadakat bilen qo'liga qurol ilib, jan qilib, Sharq Turkiston jamiyatini qurib chiqqan qahramonlarimiz uchun berilgan bu sadoqat ordeni shu chog'dagi ko'milmas izlarning yordamchisi va bugungacha davomlashayotgan mustaqillik ko'rishimizda o'zimizni beg'ishlagan, izchil turda vatan uchun sadoqatmandlik ko'rsatgan, bu yo'lda yanmagan, qiyinchiliklarga bardosh vatan ichi va sirtidagi vatanparvar sabdoshlarımızga o'rtaqdir va ta'alluqdir. Oxirgi hisobda egilik huquqliq davlatimizni qayta asliga keltirish yo'lidagi jafoliq kurash tex oxirlashgan yo'q. Eng jafoliq kurash tex oldimizda. Bundan keyingi kurashda xuddi 2 qitimliq jamiyatimizda vatanni ozod qilish uchun ko'rsatgan tirishchanlik ko'rsatgandek, avlodlarimiz, qahramonlarimiz o'ttira chiqib vatanni ozod qilib vatanni ozod qilish Azroq yo'lish ko'rilyotidi. Signalda chatoq bordek,
Qaytib Hozir 10 bilish sal oldu ama Mehmet, gapingizni davomlashtiring ozroq oldidan. Ama sadakat, muhabbet bilen nefretinin iniq ayrımısı ve birikmesi. Özünün vatini, milleti, dövletiga ve hakimiyetiga bo'lgan sadakat, ahdiga vafo qilish, bergan qasmida ching turish, samimiylik, sharaf, g'urur, vijdon, axloq tug'ish qatorliq fazilatlarni tajovuzchi dushmanga qarshi bo'lgan qilichdan keskin nafrat va botillikni amalda ko'rsatishdir. Biz yurt vatini, dövletini söýüşni Allah'a bo'lgan e'tiqod va ibodatning bir parçası deb o'rgandik. Shunga sadakat barliq fazilatlarning yurki, barliq vazifalarning markaziy vazifasi hisoblandi. Bizning mustaqillik yo'lidagi ko'rishimiz g'alaba qila olishimiz yoki g'alaba qilolmasligimiz sadoqatimizga bog'liq. Birinchi savolga javobim bu qadar. Rahmat. Bu sadakat ordeni sizlarga berilgani dal joyida berilgan bo'ldi. İnsan uchun uning hayotidagi eng sharafli ish mushundaq bir orden elish, o'zining odamlar tarafdan e'tirof qilinish. Bu sadakat ordeni berilishiga sabab mening o'yimda mush o'z aqidasiga, o'zining to'g'ri yo'liga sadoqat bilan mangani uchun inson bu ordenga erishadi deb o'ylayman. Sadoqat, ya'ni vataniga, o'zining tuprog'iga, o'zining aqidasiga sadoqat bo'lmasa, xuddi siz degandek hech amalga oshmaydi. Sadoqat ordeni berilgandagi iftixorlik tuyg'ungizni deb berdingiz. Bu haqiqatan sharafli bir orden, sharafli bir ish. Chunki inson umrda nurg'un ish qilishi mumkin, lekin sharafli ish qila olishi notayin. Sizga berilgan bu ordendan hammamiz xush bo'ldik. Hamda siz bu uzun hayotingizda bu aqidangizdan voz kechmay, davlatimizning mustaqillik uchun kurash qilibsiz. Hayotingizdagi eng og'ir kunni so'zlab bergan bo'lsangiz. Eng og'ir kunga uchragan. Qisqacha izohlab o'tay. Hayotimdagi eng og'ir kun tunji qitim qo'lg'inib turmaga kirib, Xitoy turmalarining yana otish turmusida yolg'iz kishilik kamerada kecha kunduz qulupsizlik 3 yilga yaqin yolg'iz yotganligi va ikkinchi qitimlik qo'lga ilingandan keyin 1 yilga yaqin yolg'iz kishilik kamerada yotgan va u yerdagi azob oqibatlar mening hayotimdagi eng qiyin, mushkul o'tgan zamonlar va mening haqiqiy mustaqillik irodamni texmi chingitgan davriga vaqtga to'g'ri keldi. Men 77-yil yoz mezgilida kinoxonadan qo'lga ilindim. Yani bek davran bo'lib ketdi, chunki butun kinoga kirgan kishilarning hammasi meni qo'lga ilinish manzirini ko'rgandan keyin bu xabar hammaga tang taqilib, hatto bek davran bo'lib ketdi. Shu kuni shanba kuni edi. Do'stim kino ko'rib keldi, kinoga berib kino ko'rib kelini deb bizning uyga kelibdi bir do'stim. Biz barabar kinoga bordik. Mankab Guli degan kinoni qo'ydi deyildi. Kirdik, do'stlar bilan o'tirdik kinoxonada. Yani atışının çoğun yazlık kinoxonasida kino başlandı. Men top o'tirgan do'stlar arasida ancha-muncha chalib puli tarjimonlik qilib berdim. Bir chas kino tutgandan keyin to'satdan kino to'xtab, hamma chiroqli yiqilib yo'q-yo'q bo'lib ketdi. Kinoxonaning zo'rqidan hech kim o'z o'rnidan medilmasin, bir 5-10 minut saqlab tursin, andan keyin kinoni boshlaymiz, joyinglar, medilman o'tiranglar dedi. Yani men tanıydigan yani saqchi idorasida yani qurolliq qismda ishlaydigan bir tanishimiz var edi. Uni qichqirdi telefondan kanalda. Qo'shnilar bor edi, mendan 1-2 yosh cho'ngroq. Uni qichqirdi. Herhalde kinoxonaning ichida cho'risida 4-5 odam aylanishga boshladi. U vaqtning vaziyati bir qo'rqinchli davr to'g'ri kelgachga bütün kinoxonadagi hamma odam degidek bir vasvasa andishiga tushdi. Tushib, zot nima bo'lgandi?
qında avval He. jibagandi deb hammadan bir qo'rqinch bor. Chunki zaman qo'rqinchdan to'lgan zaman bo'lganligi uchun oxiri 15 minutdan keyin hech ish bo'lmagandek yana kino boshlandi. Hı hı. Nim bo'lganligini bilmadik. Kino tutgan chog'da odatda kinoxonaning cho'ng darvozasi echitdi, har u yerdan qaytib chiqdi. Bu qitim kinoga biletni ko'rib chiqizdigan bir 2 metrlik tar yo'ldan har bir odamni birdan chiqarg'in turdi. He he. Shu eshikdan chiqayotgan har bir kishi xuddi shu teshikdan shu tar yo'ldan o'tkichi bo'lgan orliqda o'ziniki nim bo'lganligini o'ylab yetolmaydi. Eshikdan chiqib saq chiqqanlar xudoya shukr degan bilan bir rohatga chiqdi va teshida hammasi kimi keldi bu kayif deb qarab turib xalqning yerinlashgan chog'da navbat man keldi. Men asta berishim qilib men yoniga qarab bilan qo'lga oldim. Bütün xalqning diqqati hammasi ko'zi man tushdi. Yani yo'lning o'rtasida chiqqanimda ikki saqchi qo'limni qo'yishilib piyoda ilib mangdi. Yo'lning har ikki chetida bütün kinoxonada yongan liq odam ko'raylik zodi kim nim bo'pti degan bir qiziqish zodi Naylik Go'nganjuning darvosiga bag'ich bir to'p odam orqadan billa jug'urib mangdi. Bu xalqning orasida har xil fikrlar bo'ldi ekan. Birisi bunda davatgan, birisi bunda davatgan. Mening ustimda har xil fikrlar qildi, men anglab mangdim. Naylik Go'nganjuningki ichiga elchirib, o'ttirdagi og'ish bilan shaharlik xalq sotning cho'ng darvosidan oldiga kelib to'xtatdi. Chunki kinoda yongan kishilarning tarab ketishini saqladi. Hamma kishi tarab ketgandan keyin men piyoda yo'ldan ikki saqchi yandab uyga olib bordi. Uyga borsam bütün uyni saqchilar qurshab bo'pti, ma'ldan tortib. Tarkochdan mang'icha ko'zimga nurli chiroqni yiqib turdi. Uyning hamma yerini oqtirdi. Anam va boshqalar shu qadar bir qo'rqinish ichida, vaym ichida turibdiki, hammasi ham o'char hissiyotni ifodalab Yana bir qitim azroq uzilish bo'lib qoldi. Bo'pti keyingi zamonda ovoz to'xtab ketdi. Endi keldi. O'ngshaldimi? Ha, hozir o'ngshald. Endi uyni bütün oqtirib, chiparqut, ya'ni mening to'yliqim uchun ota-onam 1-2 metr chiparqut deshiping duxolni saqlab qo'yapti ekan. Chunki o zamonlarda unda kiyim-kechaklarni ilishmi yasak yo'q. Ham endi sen qarang bozordan narini toptirib surish qilmagan vaqtlar zamonlar. Demak, o'g'limizning to'yini qilish uchun bir yerini topdik degan javobni berish to'g'ri keldi. Dadamninki o'quvchining tizimlik bor kitobni materiallarni ko'rib, bu tizimlikka olib tadqiq qilish kerak degandek kulkili gaplarni qildi. Menga nisbatan bu bir kulkili tuyulyotdi, bir jiddiy avval tuyulyotdi. Chunki men allabir tayyorligim bo'g'achqa o'da qo'sh yoki bir qo'rqish avvali menda bo'lmadi. Shundan turmag'ab qoldi. İşkiç kolan bu tertip koy sapqırıp qattiq qiyin qistaq so'rab ilib bordi. Unda tertip koysa bardosh bermak yomon ta'sir oldi ekan. Ya'ni ikki qo'lni kayniga dumbidan birini ostidan birini to'pidan ilib koy soldi ekan. U koysa midilg'an sir chiqayotgandan keyin u bak qiynaydi ekan. Ya'ni mushbadiga taqaydigan gap ekan. Yomon bo'lolmay chilganmagan vaqtimizda tuvaletga bordim geldik ular qo'limizni yangi oldim. Shunday qilib 2 soatdan keyin elchirib bir kichikkin kamera uyga keltirib tashlab etdi. Shu biti shu uyda 3 yil yotdim. Ya'ni o'xshash cho'ngligi uzunligi 1.80 santi. Changligi 1.60 santi. Ikki yondan qo'lim uzilsa baş aydımga putum bilen putumni beşini sorsam yetidi. Tamakmi şunun içinde
Tərat şunun içinde, yatak şunun içinde, işki toxunun işkisek kiçik işek, Hmm. soğuk bolganda kış optu dep, sık bolgan çağda yaz optu dep, aşağıdan pəqətdik. Manadan kopulgan yer yok. Put kollarım xuddi yanıdan tolgan bulakның kollarıdek, putlardek yumran bolup keteylik. Yüzlerim Hmm. kündürünü kömgendiki rengim appak bulap işip keteylik. Onun üstüge yeydigan tamak süpürgününki bir kızıl konuk oldugan. Çeteller bağım yok mu bizim vatanda? Ösüpürgan süpürgünün uçuda bir kızıl urukları var. Kızıl konak. Hmm. Şu konak, serip konak, kaynak su, 3 vak naçar tabak. Kandal kumusun. Aşıdan hem aşkazan kisilini tepip aldım. Hmm. Şu yerde bütün azap yani cismani ve manevi cihetten nurgun azaplarını tattım. Cismani azapka manevi cihetten üzem teselli bir arkalık men günahka emas. Men hata iş qilmadim. Mening qilgan ishim to'g'ri deb o'z vijdonimni o'zim qo'lga olganim uchun o'shan shu 3 yillik men bir boshqa Men gapning oxiri sal yutib ketdi. desam bo'lar. Rahmat, rahmat. Gapniki oxiri kichikgina yutib ketdi. Biz sizniki bu shu turma hayotingizni anglab biz haqiqatan hayron qolarlik darajadagi bir dahshatga yetgan bu. Bu ta'tir qo'yib selish degan gap bu ajoyib inson qalbidan chiqqan bir xil jazolashgan. Mentiq ta'tir qo'yib selish deb boy anglagan chog'da ikki qo'lni orqa qilib soldi deb o'ylab ekanman. Haqiqatan o'ylamagan bir ish ekan. Siz shuncha azoblardan keyinmi, shuncha jazodan keyinmi yana o'zingizning aqidasidan yanmay, yana o'zingizga ishonib, ro'yingizda ashuna bir aqida bo'lgani uchun hozirga kelibsiz. Sizningki shu chog'da ko'rsatgan qahramonligingizga ko'pdan ko'p rahmat aytamiz. Barakalloh aytamiz. Endi siz kino ko'rgan vaqtda dedingiz, shu vaqtlardagi kinoni bir chasini qo'ydi degan gap emlatda yoshlarga tushuntirib qo'ymasak bilmaydi. Bu chog'da lentada qo'ydigan bo'lgandan keyin bir cho'gilib bir lenta tutgandan keyin yana bir lentani almashtirguncha vaqt ketadi. Shunga bir chas kino tutganda degan gapni bunda tushuntirib qo'yish to'g'ri keldi. Uni bu kinoxonlarni bir kinoxonadan yo'tkab birisini qo'yib bo'lganda yana birisiga akkagicha oraliqda saqlab turgan ishim bor. Shunga bu kon vaqt gapdan dedingiz esimga shu keldi ekan. Vatanni sevib ketgandan keyin shu gapni bosim tushuntirib qo'yildi. Endi sizga eng ta'sir qilgan va sizning mustaqillik irodangizni eng chiniqqan biroz bir beshingizda o'tgan biror ishni o'rtoqlasha olasiz? Bu yerda bir qancha nuqtani qisqacharoq izohlab o'tay. Birincisi kichigimizdan tortib bizning Xitoy bilan bizning o'rtamizda farqni biz his qilib, Xitoyning har bir qilgan so'z shartiga zang sog'ini bu yo'lda izlashga boshlagan. Tunji qitim yani Qora yo'ldagi jangninki otishdagi ko'rgazmasi bu menga cho'ngroq ta'sir qilgan. Yani Qora yo'ldagi jang oxirlashgandan keyin qahramonlarimizning qo'li qilinib, etilib tükkendan keyin bu voqeani haqi ta'tir tashviq qilish uchun jut nailiga olib borib bir ko'rgazma o'rnashtirib, uninki ishlatgan qurol, plan, tayyorlagan Ovozingiz sal yutib ketdi. Bu signaldan sal chataq chiqqan bo'lishi kerak. Bugun to'liq qaytib olib bordi.
Yani kichikgina saqlab boqayli. Hoji Mahmud efendim, bugungi bu programmamizda masala ko'p ko'rilib qoldi. Bu signallanishimi yoki boshqa sababmi to'liq yetib olish ko'rildi. Qayta kirishga majbur bo'lgan bo'lishi mumkin deb o'ylaymiz Hoji Mahmud akamni. Qani kichikgina saqlab boqayli. Buning oldida Hoji Mahmud akam degan qo'lga ta'tir qo'yib selish deganni o'ylab boqayli-da bu yerda. Agar qayta kirgicha vaqtimiz bo'lsa, faraz qilib boqinglar. Marhamat. Endi ovozingiz anglandi. Marhamat. Endi gap. Her qanday bir qiyin qistak meni bir qadam bir qitim mustahkamlash irada mustamlashga sababchi bo'lgan. Hargiz umidsizlik, qo'rqish, oqsir enish emas. Undan keyin men kichik vaqtimda, yosh vaqtim turmushga chiqishga men maxsus Xitoyning partiyaning siyosatlarini so'zlash orqali meni qoyil qilib, ya'ni meni mas'ul pash qilishga jiqroq kuch chiqadi. Mening 3 yil qorong'uga yetib ketishimmi, ya'ni mas'ul pash qil. Sen asosli adamga bizga debba degandan boshqa so'rab asosiy tema bo'lmadi menga. Hatta meni qo'lga olgan chog'da dadamni tutib kelib 3 oy so'layapti. Buni keyingi zamonlarda uqdim. So'rab jarayonda sotchi mendan bir savolni so'radi. Sen nimaga ishonib shunday jasorat qilding? Hükümetimizni, partiyani, devletimizni sen kichikkin jiningga qandaq ag'darayapsың? Nimaga ishonding deb savol so'radi. Mening bergan javobim, men sizga ishondim. Sizlardek adam vatandaşlarımıza ishondim. Siz qonun, so'ch oldida o'zingizning taqdiriga to'g'ri hukm chiqaradi deb ishondim deb javob berdim. So'chchi mushlab basi jo'zni, lekin indamay Yana bir qitim qildim jinoyat o'tkazdim savol so'radi. Sening adolating meni qoyil qilanmadi. Mening adolatim haqiqatim sening haqiqatingdan ustun kelganlik uchun men davomlashtirdim deb javob berdim masalan. Demek irademizning yetişinishning asosiy sabablari bu. Undan boshqa men xalqdan madad oldim. Har qanday odam bir ishni qilsa, qarshi tarafdan yandagi kishilarga madad berishi u odamni texim shu uchun davomlashtirishga ilhomlantirdi ekan. Men turmadan tunji qitim chiqqan chog'da tag'am Saud Kenji, ya'ni Qashqar milliy ma'rifniki chaqnagan yultizi desakmi bo'ladi. Doktorxonada Qashqar Kiranbog' Balnis doktorxonada kesal yetib ekan. Turmadan chiqdim, aman doktorxonaga yo'qlab bordim. Kesal yotgan tag'am o'rnidan dast qo'pib, meni quchoqlab, "Yaraysan o'g'lim. Sen ko'nglimizga ishni qilding. Sen haqiqatan faxrlik balamsan" deb bag'riga besibdi. Bu meni haqiqatan ajoyib cho'ng bir madad bo'ldi. Ta bugungacha ash tag'amning ashu degan so'z menishimga har kuni menga madad bo'lib beradi. Bu bir oddiy misol. Men chet elga ketgandan keyin dadam sakrat tushgan vaqtida, ya'ni 10 yil burun dadam sakrat tushgan vaqtida yana mening ismimni to'lab jon uzibdi. Tag'in tuqqan qarindoshlarim dada akimiz kelanmaydi desa, "Yo'q, bolam, mening o'g'lim menga va'da berdi. U cho'qim qaytib keladi. Ya'ni mustaqillik bilan qaytib keladi degan ya'ni nim qilmoqchimda. Qaytib keladi degan ash bir ig'izdan olamni o'tibdi. Bu hol bizning chet eldagi vazifamizning naqadar ig'i ekanligini, chet elda vatan qutqarish uchun armay tanmay kurash qilmasak, xalqimizga, ata-onamizga yuzi kulanmayganligimizdan iborat bir haqiqatni mening qalbimga soldi. Yani salbiy
bir atal so'zlab o'tay. Yakan payloda turmada jaza lagerda jazosini ijro qilayotgan vaqtida Sovetdan kirgan bir Xitoy ishbiyon bilan ikkimizni bir ishga buyurdi. Ya'ni bu eynekçilik qildigan, men sirchilik qilgan bo'lib, bir binoninki eynekçilik sirchilikni ikkimiz bir qancha kun birga qildik. Bizni bir harbiy qurolliq beshimizda turib nazorat qilib turdi. Bu ishbiyon Xitoy bo'lganligi uchun u Gansudan chiqqan 19 yoshga boshlang'ich to'liq o'qimagan bir manq Xitoy ekan. Bu ikkisi Xitoycha paranglashib qoldi. Meni Xitoychani bilmaydi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Askar Xitoy. U o'zining yaxshi o'qigan bo'lganligi, juda turmushning qiyinchiligining borligi, mush askarlik bir iltimos qilib askar bo'lsam, keyingi vaqtda bir xizmat olishim foiz bo'lamdi deb askar Yana bir qatim o'zlashib qoldi ovozda. Balkim ulanishni appdan ochgan o'xshaysiz, shunga bizga siyosiy dars ketib qoldi. dersda sharqchi qo'miz bizning bir Xitoy mushiga qo'rqa ishlarning dalil isbot ekanligi bu Xitoy bo'lmaydi ekan degan turmadagi bizning bizni madad berdi. Ikkining ichida bizning qoyil bo'ldi va biz bilan birga shuni davom qilganligini chun yuraklarini bizga ifodalaydigan bo'ldi. Demak, bu shuning hammasi mening mustaqillik yo'lidagi teorim emas. Bugun kun qaytib kelishimga oddiy bo'lsa-mu sabab bo'lgan misollar. Shu Xitoy banqiniki degan gapini da'vatganingizda ozroq o'zlashib qoldi. Shu Xitoyning degan gapini nima deganini Xitoyning shuni bir qaytilib aytgan bo'lsangiz, ashada bir ozroq o'zlashib qoldi. Xitoy askar Xitoy Sovetdan Xitoyga biz Uyg'urlarni iqtisodiy jihatdan kambag'allashtirib, yetim ojizlashtirib, madaniyat jihatdan nadonlikda qoldirib turib bu vatanniki biz qo'limizga olamiz. Agar bu haqqa iqtisod va bilim berib qo'ysak, vatanni bizdan qaytib oladi degandan keyin kun Xitoy dediki, endi sen bunchalar yuqori siyosiy saviyani nerdan olding? Desa o'ziniki bizning vatanga askarlik vazifasini o'tagan chiqilgan chog'da bir siyosiy dars qilib o'tganligini tushundirdi. Aşan o'zidan Xitoyniki azaldan maqsadning nima ekanligi oddiy bir puhra, oddiy bir saqchining og'zidan ya'ni ifodaligini bo'ladi endi. Rahmat. Buni bek yaxshi bir misolni oldingiz. Sizningki bu yo'lingizning qaytmasligingizda o'zingizningki yurtdoshlarining, vatandoshlarning, insonlaringizga sizga bo'lgan madadi, sizni qo'llab-quvvatlashi alayda cho'ng rol o'ynabdi. Bu bek cho'ng ish ekan. Haqiqatan inson hayotida ashunda qo'llab-quvvatlaydigan o'z odamlar bo'lsa, bu hayotiga zo'r quvvat bag'ishlaydi. Ondan keyin bu 19 yoshlik bir manq Xitoyning tuzuk o'qish sharoitiga erishmagan bir Xitoyning kallasida shu vaqtlardan tortib bizni ma'rifsiz kambag'al qoldirishdan iborat bir qonuniyatning shakllangani bir nihoyat yaxshi misol bo'ldi.
bu hergizmi Xitoyninki aldırmay şekillengen, ondan keyin bizga kampni ochgan irqiy qirg'inchilik qilayotgan emas, tarixdan uzundan buyon o'xshash davomlashib kelayotgan bir siyosat ekanligini bildik. Bundan burungi bizniki programmamizda bizniki Cumhur raisimiz Mamtun Alapandim degan bizning bu Xitoylar bilan bo'layotgan bu urushimiz asr atlagan 2-3 ming yillik urush bu. O'zgarmaydigan urush. Ularning niyati yanmaydi. Ular o'zining odamlarga mana shunday tarbiyani berdi deb. Bu bir naytni esil misoldan bir soldi deb o'ylaymiz. 19 yosh hech nima bilmaydigan Xitoyninki aksincha bizni qanday yig'ishtirishni bilishining o'zilam bu ajoyib xatarlik bir ish. Demak, Xitoyninki azaldan niyati mana shunday edi, bizni yo'q etish edi. Bu sizning hayotingizdami naytni aniq bir misol bilan aks etgan ekan. Endi biz hozirgacha deymiz, bizningki mustaqilligimizni, ya'ni vatanimizning, davlatimizning mustaqilligini qaytarishdan boshqa yo'lning hammasi tuyuq yo'l deymiz davomida. Siz bu qarashga o'zingizningki ifodasini bildirib boqqan bo'lsangiz, nima ishqa shunday deymiz? Aldı bilen Şarkı Türkistan'ın müstakilliğini eslik keltirişinin birden bir doğru yol işkendigini tanıp yetkendiler. Andın başka yollarının tuyukul işkendigini fark edebiliriz. Bunun için her bir Uygur meyli müstakillik yolunda kuraş kotkanlar olsun. Ya ki hukuk, insan hakları hukukumuz için dava kotkanlar olsun. Ya ki bulmasa atalmış Xitayning siyasetiga aralashmay Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatiga bo'ysunib jim turayotgan Uyg'urlar bo'lsin, hammamizning hayotida o'rtaq bir qismi shuki, mustaqillikdan boshqa tanlash chiqish yo'limiz yo'qligini har birimizning peshonasida, taqdirimizda, oilamizda har kun degidek isbotlanib turug'liq. Buni farq etmaslikning o'zi bekmi xatarlik. Hammamizning hayotida o'rtaq bir qismi shu. Başqacha hayot yo'limizning yo'qligini Xitoy bizga har kuni millat sifatida to'liq yo'q qilishning imzosini bizga itiqliq. İnsaniyatga qarshi jinoyatlar orqali buni ko'rsatyapti. Bu birinchi ko'z qarashi. Ikkinchisi, inson to'g'ri yo'lda men shu uchun yaratilgan. Haq yo'l azaldan mavjud, to'xtamaydi, mangu davomlashadi. Tuyuq yo'l shu. Tuyuq yo'l degan düşmanның hilesi. Doğru yolunun aldığını tosaş için, nişanlı bırmaş için asırıttın düşman hili işiltip özümüzün içki kısmında bir hata yolunu şekillendirip çıkıyordu. Bu hata yolunun yol belgeleri, kanliki her yol başı tayinleydi. Tosudu, nişanlı bırmlaydı. Xitoy düşman o'zining maqsadiga yetadi. Xitoy mana shu ishni tarixdan buyon bugungi kungacha davomlashtirib kelyapti. Buning eng xatarlik yeri, ya'ni ichki dushman tuyuq yo'lninki biz o'zimiz mangdiganligi. O'z xalqimiz biz mangdiganlikning o'zi bu bir qabohatli narsa. Buningga tarixda nurg'un misollar bor. Bundan ben bir qancha misolni so'zlab o'tsam bo'ladi. Birinchisi Qashqariya davlatininki qurib chiqqan Yoqubbek qurgan davlatni Abbaxo'ja va uning murtlar orqali Yoqubbekga suiqasd ishiltib, ya'ni davlatimizni munqarzlikka ilib bordi. Bu yerda bir yo'lboshchi bek muhim. To'g'ri yo'l boshlagan yo'lboshchini Xitoy hamon yo'qotib, hatto tuyuq yo'l boshlagan bir yo'lboshchini tiklab chiqdi. Xalqlar shuni keyindan ergishib mangdi. Chunki mayli to'g'ri yo'l bo'lsin, mayli xato yo'l bo'lsin, manganlar badal to'laydi, kurash qiladi. Nurg'un jafo qiyinchiliklarni bishini o'tkazadi. Xato yo'lda manganning shuncha qilgan ajri oxir tam suylan bunu qanashlan mag'lubiyat bilan o'zining mag'lubiyatlar emas, vatan millatning mag'lubiyatlar oxirlashidir. Xuddi Qashqariya davlatni Abbaxo'ja orqali yo'qotgandek. Ikkinchi qatimliq sobit damonlar bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi, mustaqillikni iborat bu yo'lni ochdi. Ayni chog'da chirkinlashgan zulmga qarshi
qahramonlik ko'rsatib, xalqni qo'zg'ab, botirlik bilan jang qilgan yengilmas botir qahramonimiz G'o'jniyoz Hojim orqali davlatchilik iddiasini yo'qotib, sabit damolarni yo'qotib, o'lkishlik iddiasidan iborat xato yo'lga bizni boshlab qo'ydi. Shuning bilan bizning birinchi qatimliq jamiyatimiz yo'lning kasofatidan mag'lub bo'ldi. İkinci kadınlık camiyetimizin şunda. İkinci kadınlık Yani, to'la uzilib bugun yaxshi matida. Üzülüp qoldi. Dastlabida marhamat. artık üç günde aslığa düşüşümüzge sebep oldu. Ondan başka medeniyet inkılabı ve ta bugün kaçıp bo'lgan arlıkta müstakillik iradesi var. Halkın yeteklep mağalargan her bir bizden liderlerimizle Xitay bir koygun yok. Biz sizemgemden olur banalar yoktu. Bunu ornuna halkın Türk yolu başarılan liderine çıkıp bizni ergeçtirip müşkün eklotudu. Bu çeteldi mi bunun karkolu var. Hem dağmaşlatıdı. Mesela Mağrib iddiası ki Abdülhakim Han Maksim'i kıygan suikast mı? Bunun bir misali. Demek büyük gün kaçar bizden müstakillik yoldaki görüşümüzü bir emas bir qancha Türk yolunu maslaştırış arkalık her tarafta maslaştırış arkalık ben Ya, yana bir qism uzilib qoldi. Men ozroq bir qo'shimcha qilib o'tay. Qashqariya davlatining yo'qolishida Appa Xo'ja kabi insonlar va uningki murtlarning qo'li bor. Albatta Appa Xo'ja emas. Bu tarixiy davr jihatdan udul kelmaydi. Uningdan boshqa bizning birinchi va ikkinchi jumhuriyatlarimizda tuyuq yo'lga boshlangan insonlar yoki kallasi yo'yilgan bizningki mustaqillik yo'limizni aram qildi hisobda. Bizningki birinchi va ikkinchi jumhuriyatimizni mag'lub qildi. Shunga birdan bir yo'l faqat va faqat mustaqillik. Mustaqillikdan boshqa chiqish yo'limiz yo'q. Hoji Mahmud Kamal shuni demoqchi edi, ammo qaytib qilib hamda ovoz kelishi mumkin. Ha, marhamat. Bu ovoz yetib ketdi. Rahmat. Bu bizningki bu yo'limiz faqatla mustaqillik. Haqiqatan siz deganingiz to'g'ri. Sabit damollimi o'zimizning odamlari qo'lga olgan va birinchi jumhuriyatimizni mag'lub qilgan. Ikkinchi jumhuriyatmi dal shundoq. Ikkinchi jumhuriyatda hatto taslimnomaga o'zimiz qo'l qo'ygan. Bu haqiqatan ichilishliq taqdir biz uchun. Mana bugungi kundami mustaqillik deb mengyapmiz, ammo bu faqat birdan bir yo'l. Buning hech qanday boshqa yo'li yo'q. Buning hech qanday boshqa varianti yo'q. Faqatla mustaqillik. Uningdan boshqa taqdir bizga faqatla balo-ofat keldi, hech qanday yaxshilik olib kelmaydi. Ham undaq yo'lmi yo'q. Buni bizningki oldimizda bo'layotgan irqiy qirg'inchilikdan va boshqa hamma tarafdan ko'rib turyapmiz. Hech qanday yo'l yo'q. Kishilik huquq u bu deganning hammasi quruq gap. Chunki o'zining davlati, o'zining mustaqillik bo'lmagan millatning shu zamin egalarininki hech nima bo'lmaydi.
hech kim bunun kapolatlik qilolmaydi. Faqat mustaqilligi bo'lgandala bunun kapolatlik qilgan bo'ldi. Buni yaxshi javob berdingiz. Endi oxirida vaqt munosabati bilan vatan siz uchun qanday hukm, vatanparvarlikchi. Siz qanday bir vatan orzu qilsangiz, yoshlarga deydigan gapingiz bormi? Rahmat. Şarkı Türkistan demek men üçün muqaddas bo'lgan vatan hukmi. Ay yıldızlık kök bayrak demek men üçün vatanparvarlik kök yüzde kalbimde parlaganlıkның simvoli. Vatan Allah'ın bizge inam kılgan mülkü amaneti. Onun da yaşaş hakkımız bo'lgandek düşmandan qo'g'dash ali burchimiz. Vatan universal bir menfaatning eng yuksak pallisi. Bir g'irich tuproq uchun minglagan jonni tasadduq qilishga arziydigan qimmat qarash. Vatansizlik ve musafirlikte bir chimdim tuproqni ko'zimizga surtishga hayat Yana bir qitim uzilishib qoldi. Kişilik hukuk, şan, şeref, izzet, obro'yimizni qo'g'dashda sadoqatli ko'zishimiz, sevgi, muhabbet, vafadarlik burchini ado qilishimiz, g'ururning pokligi, fidokorlik tuyg'usi qatorliq ruhiy mavjudligimizning energiyasi vatanparvarlik. Biz mush orqali vatanni qo'g'dishimizga, gullantirishimizga, vatanga sahip chiqishimizga to'g'ri keladi. Vatanparvarlik qandaqdir bir siyosiy hukm emas. Balki millatga ma'naviy bag'inish orqali o'z davlatini suyishni o'rtaq madaniyat va xalqning Yana gap uzilib qoldi. Bu asli yomon esil gaplarni anglayotdik. Afsus. Haji Muhammad aka, mening gapim anglandimi? Bugun bu ulanish toz yaxshi bo'lmadi. Qaytadan chiqish bir tirishayotgan bo'lsa kerak. Balkim shu appdan bevosita chiqqan bo'lsa, shunda uzilib ketish ahvollari bo'ldi va yoki signalning ishi. Kichkina saqlab qo'yayli. Yana boy biz deyotgan bir gapda biz bir uzilish bo'lganda, ta'tir qo'yish selish degan gapni davetib uzilib ketgan. Haqiqatan insonningki aqli yetmagandek darajadagi bir xil qiyin qistaqkan bu. Men faqat uni oqidilla bog'lab qo'ydi deb o'ylab ekanman. Agar bir inson osh shaklda bog'lanib, kuch kechkindi tursa, uning bardoshlik berish degan gapning o'zila tasavvur etmaydigan bir ish ekan. Hamda hozir bizning lagerda bu kunni ko'rayotgan qarindoshlarimizni o'ylasaqlar, ishning qanchalikligini bilamiz. Agar Haji Muhammad akam chiqib bo'lmasa, biz programmani mishada oxirlashtiramiz. Vatan biz uchun hamma narsa. Bizning hamma nimamiz. Vatanimiz bo'lmasa, ya'ni mustaqil davlatimiz bo'lmasa, bizning hech nimamiz bo'lmaydi. Xitoylar bizni o'zimizning yiltizdan ayirish uchun, ajdodni avloddan ayirish uchun nurg'un suiqasdlarni ishlatadi. Ba'zilar o'tirg'i chiqib olib, mancha yoshdan yuqorilarning hammasi bekor deydi. Bu da'vo osmondan tushgan emas. Bu da'vo hammamizning da'vosi. Bizning cho'nglarimizning va bizning kichiklarimizning hammamizning da'vosi. Bizni ayirishga tirishadigan, bizni tuyuq yo'lga boshlaydigan har qanday suiqasd Xitoylardan chiqqan.
faqat mustaqillik yo'liga tirishgan va mustaqillik nishonida mangan bu yo'llar bizga xos yo'l. Bundan keyingi marhamat Hoji Mahmud aka sizni chiqolmaydi deb men xulosalayotgandim. Gapingizni Demek ahirki arzuyum xalqi erkin, azad yaşaydigan, insani haq huquqimiz bilan siyosiy haq huquqimiz qonun oldida qo'g'dildigan, adolat hukm surdigan, azob uqubat g'am qayg'u nafratdan xoli, mehr muhabbat shafqatlik madaniyatlik hukuk yıldız yana bir qatim uzilib qoldi. Agar birdamgacha kelmay qolsa biz bu programmani oxirlashtirishga majburmiz. Bugun bu programmaning to'liq uzilib qolganlikdan bu programma yaxshi chiqmay qoldi buningdan. Rahmat. Bu gaplarimiz to'liq uzilib qoldi. Agar gapingiz marhamat. Demek yaşlarının küsüge arzuyum yolunu davamlaştırınlar. Biz hata yolda mağan bolsak sizler toğ yolda meninglar müstakillikni ibaret bu bir tuyuq toğ yolga barlık tuyuq yoldan vaz geçip muş yolga birleşinglar. Quruq gapni az qilib amaliy ish qilinglar. Davani parchalab o'tmanglar. O'zimizni qo'g'dashni o'rganinglar. Inson o'zini qo'g'dashni o'rgansa vatanni qo'g'day oladi. Shaxsiy maxfiyatlikni iching saqlanglar. Shaxsiy maxfiyatlikni saqlamaguncha vatanning milliy maxfiyatligini istixborotini saqlag'ini bo'lmaydi. Umidvor bo'linglar. Umid arzu bo'lmasa nishonga yetkilib bo'lmaydi. Degandek mushunda talabni yoshlarga yashadi umidni kutaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. Biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Bugun bizningki programmamiz texnika sabab tufaylidan ko'p uzilib qoldi. Buningdan uzr aytamiz. Vaqt munosabati bilan programmani bu yerda oxirlashtirishga majburmiz. Bundan keyingi programmalarimizda biz hozirgi xalqaro vaziyat ustida to'xtalamiz va bizningki Aqtashlik kitobimizni birdan so'zlab o'tishga, tushuntirishga tirishamiz. Biz uchun faqat bir yo'l bor. Faqat birlam mustaqillik. Ya'ni davlatimiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Uningdan boshqa hech qanday yo'l yo'q. Uningdan boshqa hammasi yolg'on. Bizga hech qanday foydali ekanmaydi, hech qanday kelgusimizni ko'rsatib bermaydi. Faqat Sharqiy Turkiston uchun mustaqillikla bizning birdan-bir chiqish yo'limiz. Biz mayli qachon qanday gapni qilaylik, bu degan gapni, mustaqillikni qalbimizga ching tangsaq, buni biz o'zimizga aqida qilsak, hamma ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi inshaalloh. Hammalarga mush vaqt uchun ko'p rahmat. Hoji Mahmud aka, bugun biz uchun ajratgan vaqtingiz uchun ko'p rahmat. Ko'pchilikka rahmat. Alloh hammamizga yaxshilik ato qilgan. Rahmat. Allohga omonat. Xayr qish. Endi tugidi.